Good. Andaqda sağlaşlar. Bugün muhim noktamız nima? What make is it? Shunami? What make is it? Demekçi onun markası nima? Shunami? Onun markası nima? Ona qarab baqsaq, masalan, birinchisi nima? It is a Volvo. Okay? U bo'lsa bir Volvo. Demekçi Volvo markalık mashina, shunami? O nima mashinasi bala? It is a Swedish car. Okay? It is Swedish car. It is a Toyota. It is a Japanese car. O nima mashinasi? Yaponiya mashinasi. It is a Japanese car. It's a Peugeot, sorry. A Peugeot. It's a French car. O nima mashinasi? Fransiya mashinasi. What about it's a Mercedes? It is a German car. It is a German car. All right. Ansaqlaslar endi shu mashq darsimizga mashqlar qarab bag'la. Mana bir ulgu misolda Stella is a student. Stella bo'lsa bir o'quvchi. Tushunami? Endi bu yerga to'shqizligimiz she endi bu yerga she ning o'rni bekor berilgan. She isn't German, she is Spanish. Stella bo'lsa bir o'quvchi, u germaniyalik emas, u ispaniyalik. Ispaniyalik. Anaqda. Mana qarab bag'la. Mana nimda to'shqilamiz masalan Alice is a student. Alice bo'lsa bir o'quvchi. U germaniyalik emas, u fransiyalik. Endi bu yerga Alice deganimiz qizchaq. Qizchaq bo'lgandan buni olmishadigan u qaysi desanlar she, shunami? Shunga birinchisi nima? She isn't German, she is French. U bo'lsa fransiyalik. Good. And the next one is, this is her car. Okay, bu bo'lsa uning mashinasi. Bo'lsa French car. U bo'lsa French car. Demakki, endi bu yerga mashinaning o'rniga nima olmishdi savodashlar? Yaxshi. Nima? It. Good. Endi bu yerga it olmishdan. It is a French car. U bo'lsa bir Fransiyaning mashinasi. U bo'lsa bir Fransiyaning mashinasi. Okay. Next one is Hans is a student. Isn't French, is German deydi. Hence degan o'g'il bolaning ismi, action ismi. Shunga nima deysan? He ni ishlatadilar. He isn't French, he is German. O fransiyalik emas, o germaniyalik. Germaniyalik. Endi savolashda, o'sha o'rni ishlatib qanday desanlar, o'sha savol yasaydigan ish bor. Masalan, is she a French student or an English student? O fransiyalik o'quvchimi yoki angliyalik o'quvchimi? Okay, endi qaranglar, worker or teacher? Worker or teacher. Endi shuni so'rab qo'yinglar. U bir ishchimi yoki o'qituvchimi? Deymiz bu ishni. Okay. Masalan, o'rasini qarasanglar, u odam nima ekan? O'qituvchi ekan, shuni o'tadi. Demakchi, mushdan kelgan nima desam, is he a worker or a teacher? O o'qituvchimi yoki ishchimi? Shunami desa, he isn't a worker, he is a teacher. U ishchi emas, u bo'lsa bir o'qituvchi. U bo'lsa bir o'qituvchi. Demak, endi mishada ashunga birsi inkor qilganda qanday qildik savolashda? Notni qatib qo'ydik. Notni BP'ni orqaga qatsak nima desanlar? Masalan, is not bo'lsa isn't, or not bo'lsa aren't. Or not. Okay. Xo'sh, hamsa mana qaranglar, Chinese teacher or Japanese teacher. Okay. Hamsa buni so'rgan nima desanlar? Is she a Chinese teacher or a Japanese teacher? U junguluq o'qituvchimi yoki bir yaponiyalik o'qituvchimi? Okay, misharga or deganimiz nima desanlar? Yoki. Okay. Masalan, u junguluq emas bo'lsa, she isn't a Chinese teacher. She is a Japanese teacher. She is Japanese teacher. For example, this is a Toyota. Okay, Toyota. Shnama. Amsa u Koreaning mashinasimi yoki Yaponiyaning mashinasimi? Is it a Korean car or a Japanese car? Okay, o Koreaning mashinasimi yoki Yaponiyangmi? Bilsa Toyota'ning bola. Nima? It isn't
Korean car. It is Japanese car. Okay, it is Japanese car. Demekçi o bolsa bir Yaponiyanın maşinası. O Argizmina'nın maşinası emas. Koreyanın maşinası. Now what about this? This is a Mini. Okay, Mini is English car. And this also is it an English car or an American car? And the miyari enden için koyduk desenla. Şu iyi bilen suzuk tavşarıp. Suzuk tavşarıp bilen başlanan sözlerini aldık esen end keledi. Mesela it is an American car. It is an English car. Bu demek it isn't an American car. O bolsa Amerikan maşinası emas. Okay, it is an English car. Okay, what about this Peugeot? Okay, Peugeot, is it a French car or German car? It isn't German car, it is a French car. O Germaniyanın maşinası emas, belki neyinin maşinası bola Peugeot degen Fransiyanın maşinası. Demek sizler işlegen maşina işlsanlı buldu. Canım Okay, what about this? This is a Volvo. Bu bolsa bir Volvo maşinası. Hani soğuğan dediğimden sorayımız valla. Berilgende anda Şvetsiyanın maşinası mı yak Fransiya'nın maşinası ama is it maşinları almışsın ama Swedish car or a French car o Şvetsiyanın maşinası mı ya ki bir Fransiya'nın maşinası mı? Bilirsinizler neyin maşinası emas bu? Fransiya'nın emas ama it isn't a French car, it is a Swedish car. Okay, o Fransiya'nın maşinası emas, belki o neyin maşinası? Şvetsiyanın maşinası. Okay. Endi arkadaşlar, ama şu bugünkü meşgulluğum asasen tükepti. Bolsa, qanday desanlar, bu şu qolgan bir narsani o'zga qilib hamda mo'shunda ishlab berdik, hamma ishlab berdik. Bolsa o'zingizga bir qalam tayyorlab, ashuni to'liq bir ishlab berganlar. Ashuni qancha yaxshi ishlasanglar, shu sizlarningki mo'shtasini tushunish nimalar shuncha yaxshi ochilgan gap. Okay. Shunga bugünkü dersimiz şakit olsun. Hem de tapşırık nima desanglar, bu so'zlarni 20 qadamdan ko'chirishlar. Onun degani tap dersini tekstini yodlaysizlar. Onun degani maniki oxirgi qilib qolgan mashq bor. Ya'ni bir tafsiliy o'zingizlar bir ishlanglar. Agar shu o'zingizlarga oid aniq bir nima qilolmasanglar, bizniki o'yindar salonni qaytib olib, bizning o'yindar salonimiz qancha desanglar, g'oya biz G H A Y E g'oya shunama biz deganimiz B I Z. Mushu g'oya bizga salonni qaytib olib, shuningga uchir avatsanglar, biz sizlarga qanoatlanarli javob berib beramiz. Ana? Bo'ldi. That's all for today. See you next time. Goodbye.